o'sha xiyonatni kechirib yashab ketgan ayol ham boshqacha yashaydi. Oldindagi bo'lmaydi. Chunki u o'sha erini xiyonatida qat'idir o'zini ham ayblab qo'yadi. Men o'sha o'zimga qaramagandirman, men bolalar bilan ovora bo'lib qolgandirman, erimga kamroq e'tibor berib qolgandirman deb shuning uchun u xiyonat qilmoqchi bo'lgandir. Endi erkaklarga oxirigacha hech kim xiyonat qilmaydi. Sog'lom erkak. Shunchaki qiziqish bo'lishi mumkin, gaplashish bo'lishi mumkin. Boshqa bizda ayollar eri ishda ham o'sha qaysidir ayol kishi bilan gaplashsa, ish yuzasidan gaplashsa ham menga xiyonat qildi deyshadi. Yo'q. Ozgina bola pozitsiyasidan biz katta inson pozitsiyasiga chiqib, adekvat qarashimiz kerak munosabatlarga. Bundan o'ylab qarasa, ayol ham magazinga chiqqanda yoki qayergadir borganda erkaklar bilan baribir kontaktga kiradi, to'g'rimi? Yoki misol uchun mashina haydaydigan ayollar benzinga kirishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Vaziyat bo'lib qoladi, o'zi men kirmayman, hammasini erim qilib beradi deganda ham qayerdadir siz sinov bo'lishi uchun ham sinov yuzasidan ham qayerdadir erkak kishilar bilan to'qnashib qolish mumkin. Tushunasizmi? Mana shu holatda o'sha pozitsiyasini ushlab turish kerak. Ayollar hurmatini joyiga qo'yib, har qanaqa holatda kim bo'lishidan qat'iy nazar erkak kishi shundagina agar aytishadi-ku, zino bu qarz. Agar siz zino qilsangiz, oilangizdagi qaysidir ayol shu zinoni to'lovini to'laydi. Erkak qanaqa bo'lsa, ayol ham shunaqa bo'ladi.